Qup-quruq pechka bop, qattiq o'tin so'ragan obunachilarimiz uchun qadrdonlar, o'tin bozoriga yetib kelganmiz. O'tinlar juda ham serob, xohlasangiz Laboda, xohlasangiz mana Kia'da pirojkovoy pritsep bilan bor ekan. Aka, mana bu Kia'dagi o'tinimiz qanaqangi o'tin aka? Quruq, aralash o'tin aka. Quruq a? Ha, material nima endi? Yong'oq, o'rik, mashina. Shinor, yong'oq, o'rik hammasidan bor ekan. Mana ko'rib turibsizlar. Chiroyli tahlab qo'yilgan. Narxi aka? Narxi 2,5 million so'm aka. 2,5 million so'm. Dastavkasi. Dastavkasi 3 ko'prik, Bog'dor, Prishton, Bo'yda. Ichiga qilib berasiz? Aka, yaqin o'rtaga bo'lsa 2,5 millionni tushib berasiz, shundaymi? Shu Bo'yda ham bo'lsa tushib beramiz. Tushib beriladi. Bormi bunaqa o'tindan? O'tin tugamaydi aka. O'tin tugamaydi. Ya'ni eski binolar, stol stuldan chiqqan atxotlar, lekin hammasi quruq ekan. Ha, shundaymi usta aka? Qattiq o'tin. Qattiq o'tin ekan. Mana eski yong'oq, sinor. o'rik, yong'oq, ha, stol stuldan chiqqan o'tinlar ekan. Nomer mana bumi aka? 99lik 471 0505 ga aloqaga chiqaverasizlar. Namangan olib boramiz. Olib berib beriladi. Laboda ham bormi sizda? Laboda ham. Qaysi biri? O o'rik o'tin. Qaysi biri? O chekkadagimi? Yo'lda turgan. Ha, yo'lda. U qancha u? 600 ming so'm. 600 ming so'm. Ha, 600 ming so'm. 600 ming so'm. 600 ming so'm. Bular 550 dan ekan. Mana bunisi 600 ming so'm ekan, kelaverasizlar. Yana tushib beriladi, qadrdonlar.